Men Ali Sog'uniy yoshlik, yigitlik kunlarimdan boshlaboq arabiy, farsiy tillarini to'liq ravishda o'zlashtirdim. Zamonning menga ko'rsatgan to'sqinliklariga qaramay, Tangri yordami bilan keng ko'lamda diniy, tibbiy, ayniqsa tarixiy ma'lumotlarga ega bo'ldim. Arabcha, forschalarni yozish, so'zlashgina emas, balki bu ikki tilda kitob yozish, she'r aytish qobiliyati menda bo'lsa ham, o'z ona tilim turkchani boshqa tillardan ortiqroq ko'rdim. Chunki qaysi bir millatning ona tili o'z hojatini o'tay olmay, boshqa yot tillar oldida mag'lubiyatga uchrab, tiz bo'kar ekan. Unday millat ko'p uzoqlamayoq insoniy huquqlardan ajraydi va uning hayot daftarlari ustiga inqiroz qalami chekilishi shubhasizdir. Bunday millatlar yolg'izgina vatanlaridan emas, balki butun borlig'i bilan tarix yuzidan yo'qolishga majbur bo'ladilar.